Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda A373 Toshkent-O'sh avtomobil yo'lida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari haqida xabarlar tarqalmoqda. Mana Mehnatoboddan keyin Tuya ustidagi holat. Farg'ona viloyatining Yozyovon, Oltiariq, Uchko'prik, Buvayda va Dang'ara tumani hududlaridan o'tgan xalqaro ahamiyatdagi A373 Toshkent-O'sh avtomobil yo'lida qalin tuman tushib, ko'rish masofasi qisqarganligi sababli ko'rilgan chora-tadbirlarga qaramasdan shu kecha kunduzda bir nechta yo'l transport hodisalari sodir bo'ldi. Yuz bergan hodisalar oqibatida transport vositalari shikastlandi. Tan jarohati olgan fuqarolarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, shifoxonaga yuborildi. Yo'l transport hodisalari asosan qalin tuman tushishi va ko'rish masofasining qisqarganligi sababli yuz berayotganligini inobatga olgan holda haydovchilardan hushyorlikni oshirishlarini, oraliq masofani saqlashlarini, belgilangan tezlikka amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.